Bir inson tug'ilibdiki bolaligini eslaydi. Mana yillar o'tibdiki, bolaligimni bot-bot eslayman. Mana shunday aylanib yurganimda, ko'p insonlar orasida yurganimda yoki yolg'iz mana shunday sayohatlarda yurganimda bot-bot bolaligim esimga keladi. Nimaga bolaligim? Chunki mani bolaligim shunaqa chiroyli o'tgan, hech kimni bolaligi mani bolaligimdek judayam chiroyli o'tmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimaga deganda juda qadrli erkak qiz bo'lganman. Hamma yaxshi ko'rgan, bor to'polonchiliklarimga nimaiki yomon qilsam hammasiga kulib boquvchi oilam bo'lgan. Nima desam muhayyo qiluvchi akalarim, opa-singillarim hammasi meni yaxshi ko'rib, juda hurmat qilib, erkalatib katta bo'lgan qiz bo'lganman. Endi taqdir taqozosi bilan men Toshkentga kelib yashab ketdim. Viloyatim Navoiy viloyat, juda sog'inaman. Uydagilarni sog'inaman judayam. Shunaqa kimki o'zini hayotini eslasa, mana shunday chiroyli joylarda aylanib eslasa, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak.